oliy rahbari Oyatulloh Xomanaiy o'ldirildi. Bu haqda Valla nashriga gapirgan Isroil rasmiylari ma'lum qildi. Eron rasmiylari esa yaqin orada Xomanayiyning audio murojaatini e'lon qilishga va'da bergan. Reuters agentligiga yaqin manbaning aytishicha, Isroil va AQSh zarbalari natijasida Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusining bir nechta yuqori lavozimli qo'mondonlari hamda rejimga yaqin siyosiy amaldorlar halok bo'lgan. Bugun 28-fevral kuni Yaqin Sharqda vaziyat keskin burilish nuqtasiga keldi. Isroil tomonidan Eron janubidagi Hormuzg'on viloyati Minot okrugidagi qizlar boshlang'ich maktabiga berilgan zarba haqidagi xabarlar mintaqadagi harbiy qarama-qarshilikni yanada xavfli bosqichga olib chiqdi. IRNA ma'lumotiga ko'ra, hujum oqibatida kamida 5 nafar o'quvchi qiz halok bo'lgan. Mehr axborot agentligi esa qurbonlar soni 80 nafarga yetgani, yana 48 kishi jarohatlangani haqida xabar berdi. Agar bu raqamlar tasdiqlansa, bu hodisa nafaqat harbiy, balki siyosiy va axloqiy jihatdan ham o'ta og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Eron darhol javob qaytardi. Rasmiy Tehron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi orqali Yaqin Sharqdagi barcha Isroil va AQSh harbiy obyektlariga kuchli zarbalar berilganini e'lon qildi. Bayonotlarda operatsiya dushman qat'iy mag'lub etilgunga qadar davom etishi ta'kidlandi va Eron Isroil va AQShga tarixiy saboq berishini ma'lum qildi. Bu esa qisqa muddatli javob emas, balki uzoq davom etuvchi eskalatsiya ehtimolini ko'rsatadi. Eron tomonidan Bahrayn, Kuvayt, Qatar va Birlashgan Arab Amirliklari hududidagi AQSh bazalariga raketa hujumlari uyushtirganini tasdiqladi. Al Jazeera xabarlariga ko'ra, Kuvaytda portlashlar ovozi eshitilgan. Erbil aeroporti dron hujumiga uchragan. Birlashgan Arab Amirliklari havo mudofaasi tizimlari bir nechta raketani tutib qolganini bildirgan bo'lsa-da, Abu Dabida raketa parchalari tushishi oqibatida kamida 1 nafar tinch aholi vakili halok bo'ldi. Bahraynda esa AQShning 5-floti joylashgan baza nishonga olingani ma'lum qilindi. Bu bevosita AQSh harbiy infratuzilmasiga ochiq signal edi. Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi ma'lum qilishicha, Eron hujumlari natijasida qariyb 200 nafar AQSh askari yaralangan yoki halok bo'lgan. Agar bu raqamlar tasdiqlansa, bu so'nggi yillardagi eng yirik yo'qotishlardan biri bo'lishi mumkin va AQSh jamoatchiligi hamda Kongressda keskin siyosiy reaksiya uyg'otishi ehtimoldan xoli emas. Shuningdek, Eron rasmiylari bugun jami 8 ta davlat hududiga zarba berganini ta'kidlamoqda. Bu esa mojaro lokal emas, balki to'liq mintaqaviy formatga o'tganini anglatadi. Shu fonda Donald Trampning Eron armiyasiga taslim bo'lish yoki o'limni tanlash taklifi vaziyatni yanada keskinlashtirdi. Bu bayonot diplomatik til bilan emas, balki ultimatum ohangida yangradi. Eron esa bunga javoban hali shahid sinfidagi kamikadze dronlar va gipertovushli raketlardan foydalanilmaganini bildirib, zaxira imkoniyatlarini eslatdi. Bugun biz zaxiramizdagi eski raketalarni ishga tushirdik va yaqinda siz hech qachon ko'rmagan qurolni namoyish qilamiz, janob Tramp. Isroil tomoni Tel Avivga qarata uchirilgan raketlar haqida ma'lumot berdi. Ba'zi zarbalar shahardagi obyektlarga yetib borgani aytilmoqda. Biroq hozircha o'lim holatlari qayd etilmagani bildirilgan. Eron tomonidan taxminan 100 ta raketa uchirilgani haqida xabarlar esa bu qarama-qarshilik epizodik emas, balki tizimli va rejalashtirilgan harbiy kampaniya tusini olganini anglatadi. Eron tomonidan amalga oshirilgan raketa zarbalari natijasida Tel Aviv shahrida 28 ta avtobus yonib ketgani haqida dastlabki ma'lumotlar tarqaldi. Bu holat raketa zarbalari faqat harbiy obyektlarga emas, balki infratuzilma va fuqarolik sohasiga ham jiddiy ta'sir ko'rsatayotganini ko'rsatadi. Eng xavotirli jihati shundaki, mojaro endi ikki davlat bilan cheklanmayapti. Fors ko'rfazi davlatlari havo hududlarini yopmoqda. AQSh bazalari bevosita nishonga olinmoqda, Iroq hududi ustida harbiy harakatlar kuzatilmoqda. Bu esa mintaqaviy urush xavfini keskin oshiradi. Agar zarbalar va javob zarbalari davom etsa, Yaqin Sharq bir necha frontli keng ko'lamli mojaroga tortilishi mumkin. Eng xavotirlisi, vaziyatni nazorat qilish mexanizmi ko'rinmayapti. Har bir yangi zarba navbatdagisiga sabab bo'lmoqda. Diplomatik kanallar deyarli eshitilmayapti. Mojaro shiddat bilan kengaymoqda va uzoq davom etadigan mintaqaviy urushga aylanish ehtimoli tobora oshib bormoqda. Voqealar rivojini bizning kanalda kuzatib boring.